Koboltumuza hazır Airride balonunu koyduk. 205 65 15 GTX. Şimdi Xitaylı balonlarında şurada yazılgan narsalar bo'ladi yine. Yaz, kış, kuz, garmoshkalara cevap beradi. Bu koreyski texnologiya yine e'tibor bersangiz o'z yanlari komposos balon bilan bir xil. Probegine 100 bin garantiya beramiz agar razval balansirovka to'g'ri bo'lsa. Balon Charmko zavodining eng oxirgi baloni bo'ladi. Sifat darajasi Charmko'ni bilasizlar, sifatida shundan yana bir baravar ko'tarilgan. Bu da yani çisti koreyski balonlar değil, lekin narxi eng arzon Xitoyning baloni deydi. Buni bahasini eshitsangizlar doğrusu boshqa balonlardan ko'nglingiz qolib ketadi. Nashida sifat shu darajada. Og'am mashina prosto diskada turadi. Hozir buni biza Midnight etdik. Balonuna Airride balonini qo'ydik. Airride baloni doğrusu o'zi bir davrini bilsangizlar zo'r baloni bo'ladi. Bir yandan xudo xolasa shu Airride degan balon bor. Yana bir 3-4 brend bor bizada. Garantiyasi bilan 100% gelecek balonlar qo'ysangizlar afsuslanmaysizlar. Hem kilometr bo'ladi, hem xudo xolasa sifat bo'ladi, hem yumshoqlik bo'ladi. Ağa, rahmat bizden shuncha yo'ldan kelganingiz uchun doğrusu dim xursand etdi beni. Ben endi ben sizning yangi bozorni Gullan desam, Mang'itdan da dizaq qo'ying. Size yoqdimi ağa hammasi? Chotki. Xizmatlarimiz, narximiz, servis hammasi zo'rmi? Rozimisiz bizdan? Mesela elatlarni boshqa yerga gelmaysiz. Rahmat katta ağa, sog' bo'linglar, sizga xayrli bo'lsin, yaxshi kunlar ayting. Xudo xolasa ko'ngilda eding bo'ldi hammasi. Balonning o'zini qattiq bo'ladi. Bizada yana ofitsialniy saloni bor bilasizlar. Balona e'tibor berasizlar. Laufen Fit S01. Bu modelning yomoni bo'ladi. Bu mashinalar haqiqiy o'zining standartına to'g'ri keladi. Mashinamiz koreys bo'lsa, balonamiz ham ustiga bir topishmoq bor. Plyonka degan temani ish odam otasi bo'ladi. 30 yilmi chil bo'lganga? 30 yil bo'lgan tonirovka urib yurgandan. Tonirovkachilar bo'lsa, urib yurganlaringizda chil oldu. 3-4 yil, 5 yil, 6 yil uzaqi. Og'am chistin plyonkachilarning akasi. Ağam bilan случайно biz yana gap qoldilar. Biz diska qo'yadigan mashina. Ağam plyonka urib bergan, ham adresi o'zgargan. Ağam bizning doğrumuzda hozir avtoalamda şurada xizmatda agar sifatlatib zo'r narsa xohlaydigan odamlar bo'lsa, o'zlari yaxshi biladi. Ağamga murojaat etasizlar. Sal qimmatroq, lekin ish ham shunga yarasha. 2 marta, 3 marta gap yurmaysizdan, 1 marta urdirasiz, tamom. Navbatdagi trekker mashinamizning premyerasi. Biz buni RS Redline etib berdik. Diskasini e'tibor beringlar, sifatli 1 yil garantiyasi bor diska qo'yganmiz. Redline balonunu Airride hozirgi kunda eng sifatli balon bo'ladi bu O'zbekiston bo'yicha. Chunki bu balonni ustida ishlanib, Koreya texnologiyasi orqali ishlangan. Hozir buni hamma mashina shuni tavsiya etib turibmiz, chunki biza sifatsiz narsa berishga haqqimiz yo'q. Durishuna bir e'tibor berib qo'yasizlar, baholar ham, sifat ham xudo xolasa nomer. Navbatdagi mashinamiz mana bu 2 mashina bo'ladi. Bu mashinamizga DCN 7000 balonni qo'yib berdik. Ustanovkasi 235 55 17 razmerdagi balonni ustanovka deb cho'tka deb. Ağa, narxlarimiz, servisimiz yoqdimi? Hammadan arzonmi? Mashina sifatli xizmatga kerak bo'lsa, balon markaz, bemalol, sanki tutamiz.